Объемная укладкam Dysonga qilgan. Bugun sizlarga buni ko'rsatib beraman. Sochimizni yuvib chiqqanimizdan keyin termozashit ishlatib olamiz. Menda объем beradigan termozashiti. Undan keyin yaxshilab tarab, quritaman sochlarimni. Объемni qilib quritishga harakat qilaman. Sprey yordam berdi, Hagridga aylandim qo'ydim. Taftni musini olib, yanada объемliroq bo'lishi uchun sochimni tomirlariga surkab chiqdim. Va bundan keyin albatta quritib oldim. Dysonni katta nasatkasini olib, jingali qilishni boshladim. Yanada zo'r объем bo'lishi uchun o'rtani ajratib olib, faqat o'rtani qilyapman birinchi. Cholkamni bigutiga qolgan joylarini qisqacha o'rab olyapman. Dyson olib ishlatayotgan qizlarning eng katta xatosi uni ho'l sochga qilish kerak deb o'ylaganini, na samом деле quruq. Ozgina shu namligi bor bo'lishi mumkin, lekin quruq sochga qilish kerak. Birinchi issig'ini ham, sovug'ini ham yoqib turib qilyapman. 15 sekund, 10 sekund. Undan keyin issiq tarafini o'chirib qo'yib, faqatgina sovug'ini ishlataman. Ukladkamiz uzoqroq ushlab berishi uchun. Har bitta lokonini qisqacha fiksировать qilib qo'ydim, sovishini kutib, oxirida ochish uchun. Dysonni o'chirmagan holda kutiga qo'yib yuboryapman, yaxshi fiksatsiya bo'lishi uchun. Praktika ko'p bo'lgani uchun уже tezroq ukladka qilishni boshladim. 15-20 minutda bityapti ukladkam. Qizlar yaqinda video olmoqchiman. Dysonda plyuslari va minuslari va Dyson o'zi kerakmi, kimga kerak degan. Sizlarga bu qiziqmi? Qiziq bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Ukladkamiz ham bitdi. Sizlarga yoqdimi va yana qanaqa ukladkalar qilishimni xohlaysizlar? Yozib qoldiringlar. Rahmat ko'rganinglarga. Paka.